Mana shular uncha kishi nimaligini ham bilmaydi. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'ygan shuni nimaligini uncha kishi bilmaydi shuni. Azizlar, sizlar uchun do'konimizdagi Jigulida yangi skam etgan yoki yangisi o'ta qimmat ketgan narsalarni rабочий idealniy holatdagisi zavodda qo'yilgan zapchastlar bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Qadrdon mana retro narsalarimiz mana shu 01larni 01larni roli o'ta kam bo'lib ketgan, 06 rolini ham idealniy holatdagilardan bor bizda. Mana shu ichki zamoni ham yangisi o'ta qimmat ketgan. 120 ming atrofida bo'ladi, to'g'risi 50 ming so'm. Karburatori ham rossiyskiy idealniy holatdagilar bor. Pridorlarni ham ko'rib turibsizlar, yaxshi holatdagisi. Porchka zamoni ham uncha to'pish qiyin, zavodskoyni ishlaydiganlari bor bizga. Akor решеткani ham mana nikellilari bo'ladi bizda. Hop, 01 o'yinlarni ham uncha to'pish qiyin. Mana yasalmagani zavodskoy pashti bu kishi chiqqanlarga 50 yildan o'tib ketgan narsa. Bitta mo'ljal bo'lib ko'rsa, hamma narsani gapirsa videoga sig'maydi. Hammasi garantiyali shtakerga ishlaydigan narsalar. Bularni hozirgi chiqqani ham bor, bu shu avvalgi chiqqan narsalar. Mana shular uncha kishi nimaligini ham bilmaydi. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'ygan shuni nimaligini uncha kishi bilmaydi shuni. Salomat bo'lasizlar, aloqa chiqarasizlar, bulardan bizda постоянный bo'lib turadi. Sog' bo'ling.